Anvar oxir yorilib ketibdi. Anvar bizga aytib yurardi, biz endi mayli uka, Allohdan yaxshi bo'ladi deb yuraverdik. Oxiri Anvarni o'zi ham video qilib chiqib yordi oxiri. Bular jentro berishgan, bular biz videoda ko'rib, men birinchi ko'rib o'shunda xursand bo'lganman. Maladi, shunaqa insonlar ko'paysin, shu sportchilar ham qadri ko'payadi, shu qadrga yetadi. Masalan, chempion bo'libdi, hamda mashina olib harakat qilyapti deb xursand bo'ladi. Ag'ini eshitsang, billat o'zini nomiga kredit chiqarib, jentraga har oy 8 million, 8,5 milliondan kredit to'layapti shu bechara bola. Puli yo'q, bular chempion, lekin puli yo'q. Odam endi unaqa bilan prosmotr uchun yo bo'lmasa videolar uchun unaqa narsa qilish kerak emas-da. Mana bizni ham prachka Anvar Abdullayev poyezd yutib jentra yutgan, kimdirlar Mali bo'lib yutgan bo'lsa. Rasiga bunday bo'lsa, bilmagan Anvar. Nima bo'ldi? Nimaga? Jentra hali Anvar to'piga otibdi. 9 milliondan chiqyapti krediti. Kreditga berilganmi? Ular bor narsani sotib, jentra to'layapti hozir kredit. Bir mahal ovqat yedik, men xaltani ro'shar qilib, kredit to'lab oldim. Abet bo'ldi, hech narsa yo'q.